Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sog' salomat yuribmisiz? Sizlar bilan shu men Kamera Bobur Egamberganov, Xudo xolasa yangi ergashishdan to'xtamiz bo'lsa, biza bugun shu ko'pchilik chiqar didon edamiz. Nerva desangizda, hokimiyatning orqa tarafidagi dom olamiz do'stlar. Bu yerda 2 xonali kvartiramiz sotiladi ekan do'stlar, 46 kvadrat metr oladi ekan. Hozir sizlarga bir qadar ko'rsatib o'tamiz. Video boshida to'g'ri orientirni aytib bo'lsak, qaranglar. Hokimiyat tarafdan kelaverishda 3-domda joylashgan bo'ladi ekan, hurmatli obunachilar. Domning ko'rinishi, bu yerda maktab bog'chadan umuman muammo yo'q va bu yerda детский plashadkalari bor. Nima deydi? Hokimiyat yonimizda, bozor ham yonimizda, bu yerda xudo xolasa, park ham bor. Ko'pchilik biladi menimcha. Ushi 3-domda joylashgan va 5-etajda, hurmatli obunachilar. Ko'raverasiz. Xudo xolasa hozir bir qadar obzor etib boramiz, ichki tarafdan ham ko'rsatamiz. Sizlardan shu so'raydigan narsamiz like, kommentariya, podpiska, ichki tarafdan ham bir qadar ko'rsatib o'tamiz endi. Yetdik. Yana hurmatli obunachilar, xudo xolasa 5-etaj ham chiqdi. Shu kvartiramiz sotiladi ekan. Bu yerda 4 ta kvartira bor ekan. Shu chap tomondagi sotiladi ekan. Ichkidan bir qadar ko'rsatamiz. Ajoyib damir eshiklar qo'yilgan, xudo xolasa. Ajoyib etib, patologlar mashina yo'q ekan. Lyustralardan ajoyib man qo'yib ekanlar. Eshiklarni ko'rib tursangiz, sifatli, ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek, menda yana перехожнийsi bor ekan. Bunga ham gap yo'q. Bu narsalar qoladi dedilar. Yomon emas, ko'raverasiz. Devorlarga qarab bo'lsak, devor ham oboy bo'ladi ekan. Sifatli, patologlar ekan gap yo'q. Shot ketib ishlatdilar. Eshikdan kirgandan chap tomonni ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerimizda sanuzel bo'ladi ekan do'stlar. Sanuzelning ko'rinishi. Sanuzellar полностью kafel bosilgan. Rakamina, unitaz, batareyasi ham bor, ko'rib turganlaringizdek, и dushovaya deb ajoyib etib ishlab qo'yibdilar. Restoran bor. Ajoyib, xudo xolasa, ko'raverasiz. Bu tarafdan bir xonasi bor ekan. Endi xohlasangiz spalniyatasida. Ko'rib turganlaringizdek, menam shunday ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Girganimizda yana shuning patologiga qarang. Ketadi qarang. Yomon emas, bu yerda shkaflari bor ekan, shotkisidan xudo xolasa. Bu tarafga qarang. Oynasi bor ekan. Bu tarafdan ko'rsatgan manzara ham bo'lsa. Batareyasi bor, xudo xolasa. Stenli kotol o'tirilgan, xudo xolasa, ko'raverasiz. Shkaflarni lekin shotkisidan qo'yibdilar, hurmatli obunachilar. Yomon emas. Lyustrasi ahamiyatparasta do'stlar. Gilamlar yo'rtuz saq gilamni. Chotki gilamlar ham qo'yibdilar lekin молодец gap yo'q. Bu yerdan ochib qo'ygan. Bu yerimiz kuxnyasi bo'ladi ekan do'stlar, ishxonasi. Patologimiz bu yerdan otishni bo'ladi ekan. Ko'rib turganlaringizdek, kuxnya mebel hammasi narsa bor. Nima deydi? Gaz plitasi, bitishkalari, bu yerda stilni kotollar bor ekan, hurmatli obunachilar. Bemalol batareyangizni qizdirib beradi va bu yerda xolodilniklar ham bor. Ko'raverasiz. Yomon emas, narxini kelsangiz ajoyib. Bu tarafdan ko'rsatib o'targan. Bu tarafimizni ko'rinishi yana. Hokimiyat arkasi bo'ladi bu do'stlar. 3-dom bo'ladi hokimiyatdan kelaverishdak. Shu ko'p odam uka-ushning tozalangan kvartiralarni chiqardilar. Yana chiqarib turibman, xudo xolasa. Narx ham yomon emas, video oxirida aytib o'tamiz. Ko'rib qaranglar ha. Bu yerni zola sezda bo'ladi ekan do'stlar. Shu aytganimizdek eshiklardan sifatli eshiklardan qo'yibdilar ekan. Молодец ekan. Har bir detalga ahamiyat berib qo'yibdilar, qarang. Avoya qarang, nima deydi? Chotki avoya bosalar, patologimizga gap yo'q, xudo xolasa. Yana do'stlar, yushini kvartirada esa bo'ladi. Gap yo'q, ko'raverasiz. Shu ko'p odam chiqar deydi. Tozalolman deydilar. Nasıl kvartira do'stlar. Do'stlar, qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Endi eng qiziq yerga keldik menimcha. Narxini keladigan bo'lsak, do'stlar,
310 milyon sonda deyəsə, əgər də şu bizə aid keçəcək, xulaq alsaq, onların qayıtıb gəlişib belədirlər. Dokumentdən əgər adam olsaq, dokumentindən mama yoxdurlar, şuradan üzəriz üçün bir teşkili bana xarid qılarsa, bizə göstərir. Videomuz yakın olsa şu, sizdən sorduğum nərsəniz like, komentariya, podpiskiya və üç videomuzu şu kvartira karabinə dostlarınıza buladı, tanılaşa buladı, şunları jonatmış, esdən çıxmasın. Əzərxan bəyə rəhmət, sağ olun, sağ olun.